Nima bo'ldi? Nima? Nima? Esladim. Daraxtga uxlaganim, ozgina turgan edim. Voy, qishloqmi? Do'stlar, bu qo'limdagi bloklar nimaga deb unaqa deyishingiz mumkin, chunki men quruvchilar maktabida o'qiyotgan edim. Shunga menga yaxshi o'qiganimga menga podarkalar berishdi. Shu bloklar mana bu. Lekin mana bu qurol aslahalarni o'zim yiqqanman, topganman. Shuning uchun men bu bloklarni menga topshirmoqchiman, pullamoqchiman. Voy, mana bu nima narsa qurilish? Nima? L harfi desa Lga boshqamaydi. Kimda narsani yo'q. Biz do'stlar, kelinglar, bu uyni biz davom ettirib qo'yamiz. Nega aytaymi? Chunki bizning maktabimizda qurilish bo'lsa qur degan narsa bor. Esimdan chiqib qoldi, lekin baribir ustozimiz aytganlar. Blok bo'lsa qur. Men bu yerga kichkinagina bo'lib turaversin. O'zingiz bilasizlar nima kerakligini. Agar qurilishni bilsangiz, shu yerdan davom ettirib kelsak bo'ladi-ku. Mayli. Shuni yerdan mayli. Ozgina qo'lim teshib ketib qoldi. Gapirmaysizlar endi. Mayli. Endi mana bu yerni yamash kerak. Shunga ham yaqin ekan. Ferma qursa bo'ladi. Kelinglar. O'zim menga klass. Mana bu yerdan. Klass uyim yo'q edi. Men o'zim uchun uni qilyapman. Shuncha ko'payib ketdi-ku. Mana bu yerlarni to'g'ri. Buni qara, shaxtaga ham hattoki yaqin ekan. Bo'ldi. Mana bunday. Mana bu yerni yamash kerak. Yamaymiz. Bu qishloq meni ham ko'rinib ketdi. Bismillah. O'tirib ol. Uchaman. Endi shu yerdan zinalar qursak ham bo'ladi. Hech qilsin desang senga zina kerak. Vau, yerim yetmay qoldi-ku. Agar uyim zo'r chiqsin desang, senda har doim zina bo'lsin. Do'stlar, o'zi meni bitib yo'q. Mana yog'ochni kelamiz. O'zi yog'och nimaga olganimni bilmayman. Sakray. Yo'q. Quloq eshik. Kechasi bilan ham qurib o'rganib ketganman. Voy, quloq eshik. Krasavchik. Hop. Anchagina chiroyli bo'ldi. Endi mana buni bitta verstaka bo'lsak, bizani oddiy bo'lib tuzaveraychi. Buni 385 ming yil kerak bo'ladi. Degan ekan Albert Einstein bobomiz. Lekin bir dona verstak yasasak bo'ladi. Qani bu verstak? Ya'ni o'zbekcha gapirganimdek to'g'ri.
Endi bu polni ham shunday qilib to'g'rilab chiqqanmiz. Krasavchik. Endi bizga narsa kerak va bitta kichigina fenslar kerak. Yana bitta panjara, 9 ta panjara yetib qolar balki. Panjara nimaga deb desangiz, men hozir mana bunday qilib yo'q. Do'stlar, ozgina qotyapti-ku. Bunday qilib qilmoqchiman va gitmay qoldik ozgina. Mayli. Ali. Qo'l qiyshiq. Degan ekan Albert Einstein bobomiz. Yaxshi, mana bu yerga qo'l qo'yishi yana yetmay qoldi. Buni o'zi o'lchab qolish kerak edi. Kerakli narsa. Ha. To'g'rimi do'stlar? Hop, ana yana bitta 9 ta. Hop. Yaxshi. Sindiramiz, lekin bo'lsa ham yaxshi. Do'stlar, mening ozgina vaqtim yetmay qoldi bu o'yinni o'qishga. Men bu o'yinni hali davom ettirib tugatganim yo'q edi. Ammo lekin bu ikkinchi qismga qoldi. Do'stlar, uy qurish videosini keyingi qismini ko'rishingiz yaxshi, lekin mana buni bilish kerak. Qilib mana bu yerda ham bilish kerak ekan. Menda turmush paydo bo'ldi, oyoq paydo bo'ldi. Yaxshi. Biz shunday qilib kirishni to'g'rilab qo'yamiz, xolos. Voy. Do'stlar, mana buni ko'rdingizmi? 6 7. Bo'ldi. O'yinni yig'ishtiramiz. Hop. Bo'ldi. Qolib kirib ketaverasizlar shunday qilib. Do'stlar, uy qurish videosi zo'r yaxshi chiqyapti. Endi bu videoning keyingi qismida biz mana bu uyni cho'tki qilib to'g'irlaymiz. Xuddi mana bu uy singari yoki mana busidek 2 qavat qilarmiz.
Buni vaqt ko'rsatadi. Do'stlar, hayır, sizlar bilan hype beradi. Uy qurish videosining ikkinchi qismi uchun sizlardan 10 ta like kutaman. Bo'pti.